Afsuski, yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kecha 14-oktyabr kuni Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida Cobalt katta tezlikda o'zidan oldindagi mashinani quvib o'tishga urinib, yo'l chetida maktabdan qaytayotgan 9-sinf o'quvchisini urib yubordi. Hodisa oqibatida o'quvchi vafot etdi. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar berdi. Manbaning bildirilishicha, ushbu hodisa ortidan bola og'ir ahvolda shifoxonaga olib borilgan. Biroq 15-oktyabr kuni soat 10:00, 11:00lar atrofida uning vafot etgani haqida xabar berilgan. Mazkur holat yuzasidan viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ham munosabat bildirdi. Lekin unda bolaning vafoti haqida ma'lumot berilmagan. Xususan, Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi bo'limiga ko'ra, kecha 14-oktyabr kuni soat 12:00larda Kitob tumani Narimon mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi mahalliy ahamiyatdagi 70V004 Kitob Palandaroq Narimon avtomobil yo'lining 21-kilometrida Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi Narimon Kitob yo'nalishidan ketayotib, o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanayotgan avtomobilni quvib o'tish maqsadida qarama-qarshi yo'lga chiqqan. Oqibatda rul boshqaruvni yo'qotib, piyodani urib yuborgan va yo'l transport hodisasi sodir etgan. Piyoda tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi munosabatda. Avvalroq Andijon viloyatida Nexia uch rusumli avtomobil haydovchisi piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan 2 nafar maktab o'quvchisini urib ketgan edi. Yo'l transport hodisasi oqibatida voyaga yetmagan piyoda ismi qisqartirilgan N.I. chap oyog'idan jarohat olgan va Respublika shoshilinch tibbiyot yordam ilmiy markazining Andijon filialiga yotqizilgan. Ikkinchi piyoda Y.A. esa hech qanday tan jarohati olmaganligi ma'lum bo'lgan edi.